subhanalloh, valhamdulillah, va la ilaha illalloh, vallohu akbar deyish men uchun, deyapti Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, quyoshning nuri tekkan narsalarda hammasidan ko'ra yaxshiroq. Nimada yuribmiz? 1 so'mda 2 so'm qilamiz deb yuribmiz. Nimada yuribmiz? Dunyoda 3-4 chaqasini qo'lga ketaman deb yuribmiz. Rasululloh aytayaptilar, quyoshning nuri nimaga tushadi? Hamma narsani yig'ishtirib kelsa, bitta narsa. Subhanalloh, valhamdulillah, va la ilaha illalloh, vallohu akbar desa, mana shu narsa men uchun afzal, deyapti Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Zikr insonni najotga olib boradigan eng ishonchli yo'l. Zikr mu'minlar uchun shifo va rahmat. Zikr jannat ko'chatlarini ko'paytirishlik. Zikr amallarning eng yengili, eng yaxshisi, eng osoni. Zikr balolarni ko'tarilishiga sabab. Zikr xayriyatni kelishiga sabab, rizqini barakotli bo'lishiga sabab. Zikr shaytonning vasvasasidan qo'rg'on. Zikr mashaqqatlarni ko'tarilishiga sabab.